Birinchi etajdagi birinchi xonamizni birinchi sanuzelni ko'rsatishni boshlaymiz. Ko'rib turibsizlar, Kvars S firmasidan nomer 39 tosh o'rnatib berganmiz. Bu yaqinda kelgan toshlarimizdan bittasi, yengil ham rangi, usti matli bo'ladi, kafelga tortib ketadi ranglarini. Ko'rib turibsizlar, ustida dog'-dog'lari bor. Shtobi xonaga qachli pannas bo'lishi uchun. Chunki adninki adnami bo'lmaydi, o'shani hisobiga shunga o'xshash tosh qilib berganmiz. Paskalarni qildeshilarni qilib berganmiz. Xuddi cho'qlari ham bilinmay ketadi, yuvib ketadi. Hop, sanuzelimiz uzunligi 1.6, eniga 55. Hop, bu sanuzelimizda hamma yog'ini toshdan qilib berganmiz. Shtobi klientimiz o'zi shuni xohlaganlari uchun bemalol mana bitta smistitib o'rnatib oladi. Bemalol, hop, mana bitta suv ketadigan joyi bo'ladi. Xuddi juda ham ideal chiqadi. Bemalol suv orasidan o'tib ketadi. Toshlarimiz nechni chiroyli chiqdi. Hozir endi ikkinchi xonamizga o'tib, ikkinchi xonamizni toshini ko'rsataman.